Mana bugun bizda xursandchilik kun. Akam yangi mashina olibdilar. Mana Dilshod akam yangi mashina olibdilar. Aka bu qanaqa mashina endi aka? Lasettimi bu? Ha, ya Lasetti bor, Gentra. Mana 2003-yil 22-avgustdan boshlab ishlab chiqarildi. Birinchisini akaga oldi. Aka, bizga ham nasib qilsin, bizga ham tasvirga olib, muhrlab qo'ying. tarixga muhrlab qo'yaman, xudo xolasa bir. Mana raqamlarni ham olgan. O, raqamni lekin yomon qilsiz aka. Dilshodga-da endi. Ha, bu yog'i 3 raqamlarni yozib. Voy. Bor kasini qara. Yomon qilsiz lekin. Bu yoqdan o't. Ha, bu yoqdan o'taymi aka? Tiplarni qara. Voy. Ha, buni nemislar qilgan. Voy. Mon tepasida. Mana teshik joyi nima aka? Ya o'shadan havo kiradi. Yo'q-a? Orqasini qara. Voy. Ono nomerlar ham qara. Yo'q aka, rangini o'zgartirmang. Bu yaxshi, bu qora rang o'zi shunaqa skronli turibdi-da aka. Rasmga ham olib qo'y, bir rasmga olib qo'y. Men ham birga tushib olay. Tush. Uydagilaringiz Uydagilar, mana dada Toshkentga keldim, Dilshod akam bilan ko'rishdim. Manalar, yangi mashina olibdilar. Omad. Qolib sevgini soyasida